Assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan Mansur Uz. Akalar, rozigrish o'yinimizni bilasizlar o'tkazayotgandik. Biletlarimiz sotilib bo'ldi. Endi biletlarni har bittasidan terib chiqayotgan edim. Bir kunda 1000 dona terdim. Opam va kelinoyim bilan seryozni bitta o'zim qiynaldim. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana akalar, qarchi bitta bu yoqda. Bitta bu yoqda aniq. Ko'rasizlar shu ahvol akalar. Qiyin ekan. Men endi boshqa yo'lini topdim akalar. Qarchi hammasini qopdagi solaman, yana toshib solaman. O'yinni o'tkazamiz va o'yinni tugatganimizdan keyin har bitta qopda qolgan toshlarni birma-bir o'zim aytib beraman. Masalan, 1046 qoldi, 1047 qoldi qopimizda. Bo'ldi, shunaqa qilib aytib tugatamiz akalar, boshqa yo'li yo'q. Keyingi xudo xolasa keyingi o'yinlarimizda iloji yo'q 2-3 ta odam olaman. Shuni terdirgaman. Chunki vashita qiyin ekan. Bir kun vaqtim ketdi, atiga 1000 dona terdim, to'g'risi. 3 kishi bir kunda onasini yedim. Akalar, sizlar bilan Mansur Uz.